Ba'zan shunchaki 27 tali monitor olgimiz keladi. Bor yo'q ranglarni yaxshi ko'rsatish kerak va muhimi ko'z uchun himoyasi bo'lishi kerak. Bugun bizning oldimizda Samsung kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan mana shu talablarga javob beradigan 27 tali monitor turibdi. Qarab-ko'rga e'tibor qaratinglar. Juda ham ingichka qilib ishlangan. Bundan bilsak bo'ladiki, monitorimiz o'zi ham juda ham ingichka. Eng muhim narsa esa shu monitorimizda bizda mana ham joydan ko'rsak bo'ladiki, ya'ni markirovkasi bor. Albatta bu ma'lumot kim uchundir foydali bo'lishi mumkin. Xo'p, kelinglar har doimgidek shu monitorimizni 5 ta jihat bo'yicha ko'rib chiqamiz. Birinchi galda qadoq tarkibini ochamiz, nimalar borligini ko'radigan bo'lsak, ikkinchi galda uni texnik jihatlari, qolaversa uchinchisi esa o'yin o'ynash uchun ham bu monitorni xarid qilsa bo'ladimi degan savolga javob berishga harakat qilamiz va 4-galda rang uchun qanaqa xususiyatlari bor va 5-si shu monitorimizni dizayni va monitor haqidagi bizni yakuniy xulosamizni videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olishingiz mumkin. Demak, boshlaymiz. Ko'rishimiz mumkin bo'lgani har doimgidek birinchi galda o'zini yo'riqnomasi, qaysidir ma'noda bizda o'sha makulatura qismi, lekin pitaniyasi ham shu yerda ekan. O'zini haqiqatdan juda ham bir sifatli bo'lgan HDMI Samsung juda ham sifatli kabellar ishlatishadi. LG, Asus, BenQlar kabi. Hop, mana tokkulashchimizda pitaniya va bizani oddiy uydagi vilkalarga tushadi. Mana juda ham chiroyli dizaynda ishlangan. Oddiy zaryadchiga, oddiy tokka uradigan kabeli ham. Hop, bundan keyingisi oyog'ining pastki qismi plastikdan ishlangan, yana tekis. Buni ham sekin ochib ketaveramiz, bahonada yig'ib olamiz. Haqiqatdan chiroyli dizaynda qilingan. Ko'tarish tomoni mana burchakda, mana ko'tarib turadigan oyog'ining qismi. Plug and play, ya'ni shunchaki hech qanaqa atyorkalarsiz bemalol yig'ib tashlasak bo'ladi. Monitorimizni olamiz. Mana shu joyda oyog'ini o'rnatib olamiz. Xo'p, mana yerda bizda kichik e'tiroz, komplektda atyorka qo'shishmagan, oyog'ini mana bu joyini qotirishga atyorka kerak ekan, baribir xuddi Redmi'larga o'xshab. Atyorka olib keldik, Samsung shunaqa taklif bergan bo'lardimki, ya'ni men tasavvur qiling, ishdan keldim, monitor olib qo'yganman, kech payt ochaman, atyorkam yo'q, qanaqa yig'aman. Komplektga oddiy bo'lsa ham bir martalik atyorka qo'shib qo'ysa menimcha yaxshi bo'lardi yoki atyorkasiz yig'iladigan variant. Biz qotirib o'rnashtirib oldik. Endi ochib ko'rsak, haqiqatdan bir ingichka va chiroyli dizaynda qilishibdi. E'tibor qaratamiz. Mana orqa qismlari ham ofis ishlariga olsanglar juda ham chiroyli turadi mana. Kompyuterimizga ulab olamiz. Menga muhimi, misol uchun buni ko'rsak bo'ladi, ergonomik podstavka emas, tepa-pastga tushib chiqmaydi, lekin oyog'i ancha baland qilingan. Redmi bilan solishtirsak. Videoning oxirida esa Redmi'dan qanaqa afzal jihatlari borligini va qaysidir ma'noda $20 atrofida pul qo'shib, nima uchun buni olish kerakligi haqida ham qisqacha hali gaplashamiz. Eng qiziqarlisi va bitta oldin rezina ishlatishardi. Hattoki hozir mana shu qismini ham Samsung e'tibor berib, qog'ozdan qilishni boshlashdi. Ya'ni rezinani kamaytirib, qaysidir ma'noda mana bitta qismini bizda qog'ozdan qilibdi. Xo'p, ana endi ushbu monitorimizning texnik jihatlari bilan yaqindan tanishadigan bo'lsak, birinchi galda diagonal bizda 27 hisoblanadi, tasvir o'lchami 1920 ga 1080. Ya'ni Full HD. Kontrast IPS monitor bo'lgani uchun albatta 1000 ga 1 nisbatda, yorug'ligi esa 250 kandela taqsim metr kvadrat. Boyga aytgandek IPS bo'lgani uchun 178 gradus bemalol qarab, ko'rib, ofis ishlari, umuman montaj, grafik dizayn uchun maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Shu monitorimizda bitta HDMI va bitta VGA porti bor. Bemalol, ya'ni eski kompyuterga ham, zamonaviy kompyuterlarga ham ulab ishlatishingiz mumkin. Ko'rib turganimizdagi ranglar haqiqatdan juda ham chiroyli va juda ham zo'r ko'rinyapti. Ana endi o'yin uchun xususiyatlarini ko'radigan bo'lsak, ushbu monitorimizga javob berish vaqti bizda 5 millisekundni tashkil qiladi va 100 Hz da o'yinlarni o'ynashingiz mumkin. Strategiya o'yinlar, qolaversa ofis ishlarida yoki dizayn,
Montajdan bo'shagan paytda o'yin o'ynash uchun hozirgi kundagi 100 Hz albatta yomon emas. To'g'ri, action o'yinlar bilan solishtirganda kamroq bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kun uchun 100 Hz bu o'rtacha. Ya'ni Full HD visokiy настройкада o'ynamoqchi bo'lsanglar, muhimi o'yin uchun ham maxsus rejim bor, ya'ni qorong'iroq rejim bo'ladigan bo'lsa, o'shani sal yorug'roq qilib beradi bizda Samsungda o'yin uchun maxsus rejimida. Ana endi rang bo'yicha xususiyatlari haqida gaplashadigan bo'lsanglar, men albatta shu monitorni tavsiya qilgan bo'lardim. Low blue light juda ham yaxshi ishlaydi, ya'ni pasaytirilgan ko'k rang funksiyasi o'sha yuz atrofida turadigan Redmi'dan ko'ra haqiqatdan ancha yaxshiroq, ranglarni yana ham yorqinroq, yana ham mazza qilib ko'rsanglar bo'ladi. Redmi'ni ham o'zi 250 kandela taqsim metr kvadrat deyilgan, lekin studiyamda ham Redmi bor. U bilan solishtirganda buni ikkalasini yorug'ligini tubdan farqi bor. Shuning uchun ham ofis ishlariga, montajga 27 talik eng arzon ranglar yaxshi ko'rsatadigan va ko'z uchun maxsus himoyasi borki, mana o'ng tarafda joylashgan joystik orqali menyuni ochgan paytimizda mana shu burchakda chiqadi, ya'ni ko'z uchun himoya rejimini ham alohida yoqib qo'yishimiz mumkin. Ayniqsa Word, Excel kabi dokumentlarda ishlayotgan paytingizda turli pirpirashlar, ko'zni juda ham toliqtiradigan funksiyalar yopiladi. 5-jihati shu monitorimiz dizayni haqida gaplashadigan bo'lsak, haqiqatdan o'zini chiroyli, hammadan ajralib turadigan dizayni bor. Muhimi, podstavkasi bo'yi, ya'ni ancha balandroq, oyog'i ham katta emas, ya'ni stolda turgan paytda ko'p joy egallamaydi. Orqada kabellarni chiroyli qilib mana shunaqa olib o'tib ketish uchun kabel menejmenti ham bor va orqada 100 ga 100 bizda vesa bor. Mabodo oyoq yoqmasa yechib, kranshtenga ham bemalol osib ishlatishinglar mumkin. Ana endi 5 ta jihatdan shu monitorimizga necha ball berish kerak bo'ladigan bo'lsa, men to'g'ri 8 da bemalol qo'ygan bo'lardim. Endi yagona kamchiligi faqat shu ergonomik oyog'i yo'qligi, lekin qolgan taraflama haqiqatdan ancha yaxshi. Ya'ni Redmi'dan charchagan bo'lsanglar yoki faqat Redmi emas, menga arzonroq, ranglarni muhimi yaxshi ko'rsatadigan va ko'z uchun himoya vositasi bor bo'lgan qanaqa monitor tavsiya qilasiz deydigan bo'lsangiz, men albatta shu monitorni tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta ejdokorlar orqali xarid qilishinglar mumkin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Kanalni kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Kanalga obuna bo'lish, like bosish va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin, videolarni o'tkazib yubormaslik uchun.